Ba'zi ota-onalar o'g'il bolalarda moyaklarni kattalashganini ko'rib hayron qolishadi. Ko'pincha bunga e'tibor berishmaydi. O'zi bu xavfli kasallikmi? Keling shuni bilib olamiz. O'g'il bolalarda moyak xaltasida suvning yig'ilishini gidratsiya deyiladi. Ko'pincha buni ota-onalar bola tug'ilgan paytda, chaqaloqlik davridan ham bilib olsa bo'ladi. Ma'lumot o'rnida shuni bilishingiz muhim. Aslida moyaklar buyraklar joylashgan joyda rivojlanishni boshlaydi hamda pastga qarab tushib keladi. Homiladorlikning oxirgi haftalariga kelib, moyak xaltasida joylashadi. Qorin bo'shlig'i va moyak o'rtasidagi bog'liqlik keyin yo'qoladi. Bu kasallikda moyak va qorin bo'shlig'i o'rtasidagi bog'liqlikning yo'qolmasligi natijasida qorin bo'shlig'idan doimiy suyuqlik moyak xaltasiga tushib turadi va moyakning kattalashishiga, shishishiga olib keladi. Bu esa ota-onalarda xavotir keltiradi. Shuni bilishingiz muhim. Hech qanday dori vositalari, malhamlar surish bu yerda hech qanday yordam bermaydi. Faqatgina jarrohlik yo'li bilan mukammal davolash mumkin. Agar bolangizda shunday holatni sezsangiz, darhol shifokor urologga murojaat qiling. Biz sizga yordam berishdan doimo mamnunmiz. Sog'lom bola, sog'lom kelajak garovidir. Sog' salomat bo'ling.